Vallahi ochinglar. Xullas, tabriklasanglar bo'ladi. Bugundan boshlab go'sht yana oshdi. Go'sht narxi yana oshdi. 150 ming so'm bo'ldi. 1 kilosini narxi, lahm go'sht. Mana o'zimizdan yangi yo'lda so'yilgan mollar. Aka, olavering bir chekkadan. Mana qo'llari chiqib turibdi. Svejiy mana xo'shamasanglar mana. Ishonmaydiganlar uchun mana. Ba'zi bir chimolar bor-da, o'zi go'sht sifatga tushunmaydi. Avishani qiladi, yozadiganlar. Tabriklasanglar bo'ladi. 150 ming so'mdan qattiq go'sht bu. Muzlagan go'sht? Ha, muzlagan go'sht. Mana shu upakovkada bo'ladi. Biz upakovkadan ochamiz-da. Mana shunaqa kuchxonaga olib borib, bildirib olib kelamiz. Bilmayman. Qatdan olishar ekan mana shunaqa deylar. Gaplarni qatdan olishar ekan. Bilmayman, qatdan olishadi. Ani go'sht qattiqi, muzlaganmi? Mana 150 ming so'm olamiz. 150 ming so'm 1 kilosi. Unaqa insonlar tafakkur qilish kerak. Hali lekin shunaqa paytlar keladi, go'sht narxi 200 ming, 250 mingga o'tib ketib qoladi-yu. O'sha hamma muzlagan go'sht o'tib ketib qoladi deb o'ylayman. Ya'ni iloyim go'sht narxi unaqa 250 mingga chiqib ketmasin, 200 mingga chiqib ketmasin, chunki bitta kosa ovqat narxi kamida 50 ming bo'lib ketib qoladi. 50 ming bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun negativ bo'lmasin, xudo xolasa, mazali, yaxshi go'shtlar har doim narx hamyonbop bo'ladi. Ya'ni nima desam ekan, o'ziga yarasha bo'ladi. Mana bu yoqda go'shtlarimiz, shashliklarimiz xuddi mana shu go'shtlardan. Sardor kafesi to'g'ri tanlov. Hammalar kutib qolamiz. Eng zo'r tanlov. To'g'ri emas, eng zo'ri.